Bu orada shafqatsiz mushriklar ularni har yoqdan izlashdi. Ular ichidagi mahoratli isquvorlar har bir ishorani o'rganib chiqishdi. Nihoyat ular oyoq izlarini ko'rib ana shu tomonga yura boshlashdi. Ammo izlar Savr g'origa olib borardi. Bu ularga g'alati ko'rindi, chunki tog' Madina yo'liga teskari edi. Ammo ular qo'lidan kelgan barcha ishni qilishardi. Shu sabab toqqa yetmagunlaricha izlashda davom etishdi. Abu Bakr roziyallohu anhu qattiq tashvishlandi, chunki ular o'ta yaqin turishardi. U qo'rqardi, ammo o'zi uchun emas, o'zidan ham ko'proq yaxshi ko'radigan zot payg'ambar alayhisalomni o'ldirib qo'yishsa-chi, shu bilan hammasi tamommi? Mushriklar g'orga yaqinlashishdi. Abu Bakr shunday deb pichirladi: Ey Allohning rasuli, meni o'ldirishsa hech nima o'zgarmaydi. Men oddiy bir insonman. Ammo Alloh saqlasin, sizga ziyon yetkazishsa, bu butun ummatni parokanda qiladi. Allohga butunlay ishongan payg'ambar shunday dedilar: La tahzan, innalloha ma'ana. Xafa bo'lma, Alloh albatta biz bilan. Mushriklar mana bu g'orni ham ko'raylik-chi deyishdi. Ulardan biri g'or og'ziga keldi. Shu darajada yaqin kelganidan Rasululloh va Abu Bakrni istalgan payt payqab qolishlari mumkin edi. Abu Bakr: Ey Allohning rasuli, agar oyoqlari ostiga qaragudek bo'lishsa, bizni ko'rib qolishadi, dedi. Rasululloh xotirjamlik bilan shunday dedilar: Ey Abu Bakr, 3-sherigi Alloh bo'lgan 2 kishi to'g'risida fikringiz qanday? Quraysh rahbarlaridan biri Umayya ibn Xalaf baqirdi: Nega g'or og'zida turib qoldingiz? G'or og'zidagi o'rgimchakni ko'rmayapsizlarmi? Allohga qasamki, bu o'rgimchak to'ri Muhammad tug'ilishidan avval ham bor bo'lgan. Shunday qilib, izlaganlarini topa olmay qaytib ketishdi.